Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size hayırlı, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağı 2020 yıl. Haftanın 4. günü. İslağı 2020 yıl 4. ayının 1. günü. Bugün sizlerle yetkizdiğin haberle ne mi deyimiz bunu Amerika'da hazır bir osaptı. Bugünkü CNN'nin haberde jukumlanan kişiler 186 bin. Onun içinde kesel yoki jukum iş bilen vafat bolganlar 3800 değildi. Tünüge men sizlerge sözlerlik siyende etti saat 5:20'de 160 bin idi. Bugün demek bir keçede 26 bin etrafında adam jukumlandı degan gap. Bu siz için hem biz için, bütün Amerika için bir kaygılı haber. Vatandaşlar Allah kudretini görsat. Amerika'nı sakla Xuda. Amerika'nı sakla Xuda. Vatandaşlarım bugün sizlerge başın devir kılgan alda leksiya sözleyimiz. Leksiyanın mavzusu bundak. Amerika'da virüs ahvali ağırlaşkan süre to'xtab turinglar bu emas ekan. Bu ikkinchi leksiyam ekan. Birinchi leksiyam undaq vatandoshlar. Kompartiyani surishti qilish texabi kuchaydi. Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi Dunyo sayya tashkilotini tekshirishga murojaat e'lon qildi. Mavzular xabar 4. ayının 1. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmani e'lon qildi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington Davlat Majlisining ko'plagan a'zolari ifoda bildirib, Jungo hukumatining yangi tiplik tajisman meros portlagan dastlabki chog'larda uchorni yoshirish qilmishlarining virusning butun dunyoga tarqalib ketishini keltirib chiqargan sebeplerini tekshirishni talab qilgan deydi. Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi senator Rex Scott 3. ayının 31. günü yani kuch ulab Dünya Sayya Teşkilatı'nın Beijing'nin tajisman virüsünün tahdidini yoshirishga hamkorlashib halqılık 3 mesele halqılık chor meselesinde kechiringlar. Halkılık chor meselesinde oynagan rolünü Devlet Meclisi'nin tekshirishige müracaat qildi. Hem de shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining har yili Dunyo Sayya Tashkilotiga beradigan normadan tashqari xarajatini qayta qarab chiqishni talab qildi. Jungo meselesini davamlı tanqid qilish maydonida turib kelayotgan Davlat Majlisining senator Rex Scott bayonotida Dunyo Sayya Tashkiloti bilan Beijing o'rtasidagi uzun muddatlik munosabatdan ansiraydiganligini bildirib, Dunyo Sayya Tashkiloti Jungodan muvofiq uchur elib, dunyoga tarqitishning va'dasidan chiqolmadi deb ko'rsatdi. Dunyo sog'lomlik uchuri bilan ta'minlash Dunyo Sayya Tashkilotining burchi edi. Senator Rex Scott bayonoti nurg'un voqealarni misol keltirib, Dunyo Sayya Tashkiloti Beijing doiralarining qo'rchiqiga aylanib qoldimi deb gumon qildi. Dunyo Sayya Tashkiloti Jungoni to'xtamay madhiyalayotdi. Hatta Jungo o'zi virusning ahvolidan gumonlangan chog'dami Dunyo Sayya Tashkiloti o'xshashla Jungoni madhiyalayverdi. Senator Rex Scott Twitter'da fikir qoldirib, mundaq dedi. Dunyo Sayya Tashkiloti Jungo Kompartiyasining qo'lidagi bir bayroqqa aylanib qoldi. Dunyoning sog'lomligi va sayya ishlar uchun bu intayin xatarlikdir. Endilikdagi yana mavzu vatandaş
Amerika advokatları Cungo'nun her dercilik hükümetleri virüs ahvalını yoşurğanlığını kanun boyunca arz kıldı. Mavzula haber 3. ayının 31. günü Amerika avazının Xitay tili programını ilan kılın. Haber mındak başlar. Washington, Wuhan'dan başlanğan yana tadısıma virüsün qozğagan Amerika Jungo oturusida başlanğan zokollaşış uğraşı emdilikte kanun sahası kengayishga başladı. Amerika Florida ştat advokatlar ornining advokatları Amerikalik 5 nafar arz qilguvchi vakil bo'lib, Jungodagi 6 sobaketdan üstüden arz qilib, to'lam to'lashni talab qildi. Arz qilguvchilarga vakil bo'lgan advokat mundaq ko'rsatdi. Bundaq arz qilish qonun jihatda aqilgan arz qilishdir. Advokatning dedi, bundaq arz qilish qonun jihatda aqilgan arz qilishdir. Rogan qatarlıq 4 nafar Florida ştatı fuqaroları və bir tərbiyələş mərkəzi 3. ayının 13. günü Miami şəhərlik Federatsiyalik sotqa arz qilib, Jungo Xalq Cumhuriyeti hökuməti, Jungo Səhiyyə Ministerligi, Jungo Xalq İşləri Ministerligi, ciddi əhvallarını başquruş orni, Hubi ölkəlik hökumət, Wuhan şəhərlik hökumətə ayıplaş delosi o'ttirib qo'ydi. Bu yangi tiplik o'pkayonligi virusi portlagandan beriki Jungo hukumatining virus ahvolini yoshirganligi to'g'risida arz qilingan tunji delodir. 5 nafar arz qilguvchi birlikda Berman qonunchilar guruhiga bu deloni havola qildi. To'lam talab qilish bir necha 10 milliard dollar atrofida bo'ldi. Arz qilguvchilar kollektivi Jungoning ustidan mundaq arz qildi. Wuhan virusi ahvolini tezlik bilan xabar qilmadi, balki xabar qilishni chekladi. Virusning haqiqiy ahvolini fosh qilmadi. Amaliyat Wuhan shahri va yaqin atrofdagi joylarda virus yetishtirilgan naytizor makon tayyorladi. Arz qilingan deloni mazmunlari.